Hazreti Allame Allahiddin Muhammed Xotani. Hazreti Allame Allahiddin Muhammed Xotani tarihi Hicriye 544-yili Ramazan ayida, yani miladiye 1150-yili 1-ayda qadimki Uyg'ur kalendari bo'yicha 6 yili qadimki Xotan, yani Odun davlatining poytaxti Yurtxon shahridagi Allami kentida o'qimishliq zot Xo'ja Muhammad Axun oilasida dunyoga kelgan. Bu Xotan rayonida islom dini qabul qiling'ili bir asrdan oshgan. Dini islomning aqida arkonlari o'zlashib, ilm ma'rifat gullari kuchayib ketayotgan vaqt bo'lib, Hazreti Allame Allahiddin Muhammed dastlabki ilmiy savodini o'z otisida chiqarib, keyin otisining orzusi va o'zining talabi bo'yicha Qashqarga chiqib, shu zamonning atoqliq ilm ma'rifat bo'shiga bo'lgan Madrasai Sochiyaga o'qishga kirgan. Madrasai Sochiya O'rta Osiyo Qarxonilar sulolasining madaniyat ma'rifat markazi Qashqarda qurilgan atoqliq oliy Daril Fon edi. Allame Allahiddin Muhammed Madrasai Sochiyada tirishchanlik bilan izlanib, o'qib, shu davrning ehtiyoji bilan Arab, Faris tillarini mukammal o'zlashtirgandan sirt, Qur'oni Karim va hadis tafsir shunosligidimi olim bo'lib yetishib chiqqan. Tibobatchilikka ishtiyoq qo'yib, Abu Ali ibn Sina qatorliqlarning davolash ilmi jihatdagi muvaffaqiyatlarini to'liq o'zlashtirgan. Yosh Allahiddin Muhammed bu jarayonda savoqdoshlari va Qashqardagi ilm ahli orasida xeyli nom ata qozongan bo'lsa kerak. Chunki shu mezgillarda uning ismining oldiga Allame, oxirga Xotani taxallusi qo'shilib, Allame Allahiddin Muhammed Xotani deb atilishga boshlaganligi ma'lum. Allahiddin Muhammed Xotani 12-asrning 90-yillarida Madrasai Sochiyaning irshod nomisini ilib Xotanga qaytib kelgan va shahri Yurtxonning markazidagi xonlik madrasiga mudarrislikka taklif qilingan. U o'zining mo'l bilimi, ajoyib notiqligi, esil axloqiy fazilati va qo'li shifoh tiyibligi bilan katta shuhrat qozongan. Xonlik madrasining ilm o'rganadigan toliblari ko'payib, misli ko'rilmagan darajada ovotlashidi. Ilm ma'rifat va ilmiy tibobatni o'rganish yuqori to'lqiniga ko'tariladi. Allame Allahiddin Muhammed Xotani madrasada talib tarbiyalash bilan bir vaqtda shifoxona ichib kasal ko'rdi va davolaydi. Dori ashyolarning ximiyalik, fizikalik xususiyatlarini inchikilab aniqlab chiqdi. Abu Ali ibn Sinaning retseptlarini tajriba sinovdan o'tkazdi. Shifoliq javhari majun, hab, sharbat, malhamlarni yasaydi. Dori ashyolar ichidagi metallarni ko'shta qilish, zaharsizlantirish usullarini mukammallashtirdi. Kesal ko'rib tonishning bir yurish usullarini sistemalashtirdi. Allame Allahiddin Muhammed Xotanining nom shuhrati ijroq yaqinga tarqaladi. Uning mo'l bilimi xalqning ruhiy va jismoniyatini tarbiyalashda ko'rsatgan to'pisi, esil axloqiy fazilati al-yurt va hokimiyatni qoyil qiladi. Hazrati Allame Allahiddin Muhammed Xotani allomalik qilgan mazgil Xotanda ilm ma'rifat, axloq, hidoyat, tibobatchilik, dorigarlik, davolash ishlari rosa gullangan mazgildir. Tarixiy kitoblarda Hazrati Allame Allahiddin Muhammed Xotanining toliblari 3000 ga yetganligi, o'z madrasida mo'l kitob zapsiga ega kutubxona, tajribaxona qurganligi, kutubxonada shu davrning shahona asarlarining qo'l yozmalari saqlanganligi bayon qilinadi. Vaholanki bizga faqat uning ichidan 3 parcha kitob va bir parcha she'rningla uchuri yetib keladi. Bu kitoblarni uning keyingi avlodlaridan Molla Xo'ja Axunluqum, Molla Xo'ja Muhammad Hojim, Turdi Muhammad Axunum qatorliqlar avlodma-avlod miros qoldirishib 20-asrning 50-yillarigacha yetkazib kelgan. Hazrati Allame Allahiddin Muhammed Xotani qalamiga mansub bo'lgan bu kitoblarning birinchisi Al-Fiqhu Tibbiya, tibobat qonunlari bo'lib, bu kitobda Allame yashagan milodiya 12-asrdan burungi Uyg'ur tibobatchiligining nazariya bilimlari, davolash qoida prinsiplari,
tibiblarning axloq mizonlari, davolash hodisalarining bir taraf qilish qoida tuzumlari, tibbiy xodimlarning qasdan yoki sahvan sodir qilgan xatoliklari, boshqalarning kishilarning salomatligiga yetkazgan ziyonlarini shariat hukmi bo'yicha bir taraf qilish usullarini ixcham, yig'inchoq bayon qilgan ekan. Afsuski, atalmış medeniyet zor inqilobi mezgilida qimmatlik tarixiy, adabiy, diniy va tibbiy kitoblar bulang-talang qilinib ko'ydirilganda, al-fiqhu tibbiyamu ko'ydirib etilgan. Hazreti Allama Allohiddin Muhammad Xotani qalamiga mansub ikkinchi kitob Zubdatul Qavan ol iloj bo'lib 776 xil retseptdan tuzilgan. Yakki dorilardan 700 xil, murakkab dorilardan 300 xil dora tafsili tunishtirilgan. Har bir betga bir retsept patrolib, boplari qizil rangda, retseptlari qora rangda nihoyat ko'rkam, chiroyli yozilgan. Bu qo'l yozmada ilgari o'tgan hukmalardan Buqrat, Sabit, Ihsoq Yohona, Masho, Muhammad Zikr, Ibn Hasil, Joy, Jalinos, Ibn Sina, Unayl, Rofas, Folis qatorliq 13 nafar olimning retseptlari ko'chirilib, uning oxiriga o'zining bu retseptlarni tajribadan o'tkazib erishgan savoqlari yozilgan. Her bir retseptni tajriba orqali dalillab chiqqan. Bu kitobning tarjimasi Uyg'ur tibobatchiligi Oliy texnikomi ilmiy jurnalining 2001-yili 2-sonidan boshlab e'lon qilinib, keng omma bilan yuz ko'rish fursatiga erishdi. 1214-yili Qoraqotonlarning hukmronlik o'rnini egallagan Nayman xonzodasi Kuchlik xon Xotanga kelib, Hazrati Allama Allohiddin Muhammad Xotani boshliq bir necha ming o'limani yig'ib, islom dinidan yenib Budda diniga kirish to'g'risida uqtirish qilgan. Hazrati Allama Allohiddin Muhammad Xotani yuraklik, dodil holda ko'krak kerib, naq maydonda kuchlikni bas munozirda mat qilgan. Rasvo bo'lganligiga chidamagan Kuchlik xon Hazrati Allama Allohiddin boshliq 3000 dan ortiq o'lima imomlarni o'ltirgan. Zolim Kuchlik xon buninglik bilanla qanoat qilib qolmasdan Hazrati Allama Allohiddinning qimmatli kutubxonasi va masjidlarni butunlay kulga aylantirib ko'ydirib tashlagan. Allama Allohiddin Muhammad Xotani shahid bo'lgandan keyin xalq uni o'zi madrasa ochgan joyning yeniga dafn qilib, hayvatlik qabri qotirgan. Bu joy hozirgacha Allama Buzurgvorim mazri deb atilib kelmoqda.